Assalomu alaykum, foydali video kuzatib boruvchilar. 2025-yil 22-aprel sanasida o'sha Vanderkot o'rik ko'chatlarini do'stlar 3 yoshli daraxtidamiz do'stlar. 3 yoshli daraxtga hosilda bir ko'ringlarchi. Dehqonga omad deb kommentariyada o'z fikrlarini bildirib, bu o'rikni g'o'rasiga, hosiliga bittadan like bosib obuna bo'lib qo'yasizlar do'stlar. Bu yerda do'stlar 6 ga 7 sxemasida ekilgan do'stlar o'rik ko'chatimizni do'stlar bog'idamiz do'stlar. Qo'ysoy shahariga o'zimiz ekib berganmiz. Sizlar ham bilasizlar, bizda mevali ko'chatlarda har xil turlardan bor, ekib berish xizmatlari ham bor do'stlar. 7 ga 6 sxemasida ekilgan do'stlar. Mana orasiga shoptoli ekib berib ketilgan, shoptoli ham shu hosilga mana shoptoli ham shu hosilga kirib qoldi do'stlar. Bular ertaki navli, erta hosilga kiradigan o'rik ko'chatlari do'stlar. Bu Vanderkotlar o'zim 2 yilda shu hosilga kirib, daromadga kirib beradi do'stlar. Kimga xuddi shunday ishonchli o'rik ko'chatlardan kerak bo'lsa, bemalol zakaz berishlari mumkin. Telefon nomerlarimiz 99 lik 535 73 20 raqamiga murojaat qilaverasizlar do'stlar. Foydali videolar o'tkazib yubormaslik uchun obязательно bizga obuna bo'lib qo'yinglar do'stlar, chunki bu o'rik ko'chatlarimiz bittasi mevaga kirmagan, hammasi xuddi shunday hosilga kirgan do'stlar. Mana bizda bunday navli o'rik ko'chatlardan juda ham soni ko'p ulangan do'stlar, lekin cheklangan miqdorda. Hamma narsani ham oxiri bo'lgandek, buni ham oz. Ulgurib qolinglar do'stlar. O'rik ko'chatlardan xudo xolasa yetishtirib qo'yganmiz. Telefon nomerlarimizni aytib o'tdik. Videomiz yoqqan bo'lsa obязательно like bosib, obuna tugmasini bosib qo'yinglar. Dehqonga omad deb o'z fikrlarini izohlarda qoldiringlar do'stlar. Yana bir bor o'rikni hosiliga bittadan havaslanib ketgan bo'lsa, bittadan like bosib qo'yasizlar do'stlar.